Assalomu alaykum Andijon Qoratovuqlari kuzatuvchilari. Mana biz yangi kanal ochdik. Andijon Qoratovuqlarini bir oyligida 25 ming so'mdan oldik, 2 mingta oldik. Mana boqishni davom etyapmiz. Hozir bular 2 oylik bo'ldi. Tovuqlarga hozir 50 kilogramm bug'doyni yormasidan, 50 kilogramm makkajo'xorini yormasidan va o'zini brulleri yemidan 25 kilo, keyin 3 litr baliq moyini aralashtirib, 300 gramm tuz solib aralashtirib, o'zini idishlariga solmoqdamiz. Suvlarini to'ldirib qo'yamiz mana. O'zi mana 2 oyligidan tashqariga bedaga qo'yib boqishni ham boshlab yubordik. Tovuqlarimiz sekin-sekin katta bo'lmoqda. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring.